Singlim "Sen o'zi odammisan?" deb почти har kuni aytadi menga. Nimagaligini video davomida aytib o'taman. Blogerlik qilishimga singlim sababchi bo'lgan. 9 oy oldin даже Instagramim ham bo'lmagan. Singlim "Setor, blogingni olib bor, ko'pchilikka motivatsiya bo'ladi seni qilayotgan ishlaring" deb ko'p aytardi. Men umuman tushunmayman-ku desam, chaynab og'zimga solib даже Instagramimgacha ochib bergan singlim. 3 oy bo'ldi, o'zimda YouTube kanalimda ham ochdim. U YouTube kanalim ham полностью singlimning nomida. Men bilan ko'p o'ynashavermagin, hamma narsang menga bog'liq deb ustimdan kulib turadi. Mana Xudoga shukr o'zimga auditoriyam yig'ib oldim. Hayotda o'ylamaganman, meni qilayotgan ishlarim, gapiradigan gaplarim kimgadir qiziq bo'ladi deb. Videolarimda hech qachon yomon narsani ko'rsatmaganman. Tinch, ahil, inoq, bir-biriga mehrli, oqibatli bo'lib yurishda targ'ib qilaman xolos. Bir so'z bilan aytganda, o'zimda dunyoyim bor. O'sha dunyoyimda mazza qilib yashayman. Blog yurg'izganingizdan keyin baribir negativlar ham bo'lib turar ekan. Juda ko'p SMSlar keladi, xursand bo'laman. Ko'p ayol qizlar yozishadi menga, "Siz meni ilhom parilarimsiz" deb. "Sizni ko'rishim bilan yotgan joyimdan turib ish qilib ketaman" deb. To'g'risi, addushi xursand bo'laman. Ishdan kelib, uyda ovqat qilganlarimni ko'rib, singlim postoyanno yozadi. "Sen odammisan, robotmisan?" deb. "Qani ayam boshqa qilib tuqqan shekilli" deb. Bilmadim, endi hammaning xarakteri har xilcha. Men ishdan charchab kelib, uyga kelib, ovqat qilib, uydagilarga biror narsa pishirsam, o'sha orqali men charchoqlarim chiqadi, mazza qilaman. Audio kitoblarda eshitib, tarixlarda eshitib, mazza qilaman dam olib. Mana bugun Zagrebda 500 kvadrat uyda yig'ishtirib, uyga kelib, sразу же mantiga urinib ketdim. Chunki erimda xamirli ovqat yegalari ketdi. Sizlarchi qanaqa qilib charchoqlaringni chiqarasizlar kommentariyada yozib ketinglar. Aytgancha, kelinglar mantiga.